Assalomu alaykum aziz obunachilar. Anchadan beri video qo'ymay qo'ydim. Endi men zombilar modida o'ynayapman. Ona zombilar. Xo'sh, mana nima? Uy, harom zombi. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol endi ikkita. Tez qoch. Qochdim va nihoyat. Bo'ldi bu iploslar. Iplosi. Xo'sh, endi mana iploslar kelyapti. Aqlli zombi ekan. Oldingi zombilardan ancha farq qiladi. Ko'zing yonmay o'lsin seni. Herobrine ekan qaranglar. Herobrine dedi. Bo'pti, endi men moni yechi. O virus ko'rdinglar, men zombiga aylanyapman. Endi bu nima ta'sir qilmaydi? Nimaga ta'sir qilmaydi? Iplosi. Kimdir menga challenge beramikin? O'zimiz eski zombilar bormikin qani? Bormi? Yo'q. O'zimiz eski zombilar yo'q ekan. Kreativga o'taman men. Bo'lsam o'ldirib qo'yishadi meni kreativga o'tmasa, ha? Continue, davay. Bo'ldi, xudoga shukr, kreativdaman. Menga bitta fikr keldi-da. Sizlar ham shu modda o'ynasanglar, mana QR kod skaner qilib Telegram kanalimga o'tsanglar, men o'ynaydigan barcha nimalarga kirasizlar. Bu nima? Narsa berdi. Yaptimi buni? Bu igol ekan, ha. Igol. Muxti, yashin chekkan nima yoqdi? Nima bu g'alati narsa ekan? Bu qanaqadir kiyim. Allohga shukr. Voy, yana igollar. Tashavaraman, menga kerak yo'q igollar. Yana shunaqa. Yashil ekanmi? Hamma tashavaraverdim. Bu yoqda yo'qmi? Aytda yana xona bor ekan. Xo'sh. Yana shunaqa chiqibdi harom. Bunga o'xshagan modlar ham bor meni Telegram kanalimda. Iplos. Ana. Bo'ldi, endi videoda texnatmay qo'yishga harakat qilaman, chunki o'rtada nima bang yedi, akkauntim bloklanib qoldi, shuning uchun. Akkaunt bloklansa ham qiyin ekan. Akkauntim bloklanib qoldi, shuning uchun nima qilishga ulgurmadim. Bo'pti, xayr, ko'rishamiz. Bu mod menga to'g'risi unchalik yoqmadi. Chunki mana narxlari g'alati. Orqamdagi yo'qolib. Bo'pti, xayr. Bo'ldi.